Ha qo'shni yangilar muborak bo'lsin. Bozorlik katta-yu, ha. Qo'shnimiz sindirmoqchiga o'xshaydi. Yangi yil bayrami yilda bir marta bo'ladi. Yoz! Tort. Tort. Eng kattasidan 2 million. Dada, tort 200 ming so'm turadi, nima deyapsiz? 2 millionga tort olamizmi? Menga qara, rohit mehra. 200 million tort qo'ysang, qo'ni qo'shlar. Odamlar nima deydi? Yoz! Archa o'yinchoqlari bilan 3 million. Dada, archa bezagi bilan 300 ming so'm turadi. Nima deyapsiz? 3 millionga ham archa olamizmi? Shashvar, 200 million archa qo'ysang, qo'ni qo'shlar. Odamlar nima deydi? Yoz debman. Pang'ildoq salyutlari bilan 5 million so'm yoz. Dada, paqildoq taqiqlangan. Xushsiz 5 millionga ham paqildoq olamizmi? Menga qara, yangi yil kuni pang'ildoq otmasang, qo'ni qo'shlar, mahalla nima deydi? Yoz yapasiga. Tandir, yo Zominniki yo Qashqadaryo'niki bo'lsin, 7 million yoz. Dada, 7 millionga tandirlar. Bundan 1 millionga go'sht olaylik, unday qilmang dada, bankrot bo'lib ketamiz. Yo, menga qara, pul ketsin, yangi yil bayrami yilda bir marta bo'ladi. Yoz deganiga yoz. Qancha bo'ldi tog'a? Dada, 15 million bo'lsin o'zi. Uyda pul bormi? Yo'q. Bor, molni sot. Molni sotib bo'lsa ham dasturxonimizni pik darajada qilamiz. Men sinmayman. Bayram bir marta bo'ladi. Molni sot. Odamlar nima deydi deb umrimni yedingiz dada. Bir kunlik yangi yil o'tdi ketdi mana. Kelganlar yedi ishni surdi. Mana endi choyga non botirib o'tiribsiz. Qani sizga o'sha odamlar bitta non beryaptim dada. Ovozingni o'chir Shashvar. Zudlik bilan kredit olmasak bo'lmaydi o'g'lim. Kredit? Ha, molni joyiga qo'yishimiz kerak. Nimaga? Mol sotib